Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. O'zbekiston Superligasida 16-tur yakunlandi. Bu turda eng katta e'tibor yana Neftchiga qaratildi. Farg'ona jamoasi Qizilqumni yirik hisobda mag'lub etdi va peshqadamlikni yanada mustahkamladi. Paxtakor esa Buxoro bilan durang o'ynab, yana ochko yo'qotdi. Navbahor Surxonni mag'lub etdi. OKMK Bunyodkor maydonida g'alaba bilan qaytdi. Nasaf esa yana durang o'ynadi. Qisqasi, yuqoridagi jadvalda vaziyat tobora qizib bormoqda. Keling, hammasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Neftchi Qizilqum 5-0 16-turning yirik hisobdagi g'alabasi Farg'onada bo'ldi. Neftchi Qizilqum 5-0 hisobda yengdi. Neftchi bu o'yinda boshdan tashabbusini o'z qo'liga oldi. Alisher Odilov hisobni ochdi, keyin Jamshid Iskandarov gol urdi. Ikkinchi bo'limda esa Qizilqumning o'zi ham vaziyatni og'irlashtirib qo'ydi. Samandar Shukurlayev o'z darvozasiga gol urib qo'ydi. Keyin Spitsa Perisa hisobni 4-0 qildi. Oxirida esa Alisher Odilov yana gol urib, dublni rasmiylashtirdi. Neftchi 5-0. Demak, Alisher Odilovdan 2 ta gol bu o'yin Neftchining hujumdagi kuchini yana bir bor ko'rsatdi. Lekin menimcha Neftchining eng katta kuchi faqat hujumda emas, jamoa himoyada ham juda kam xato qilmoqda. Shuning uchun ham Neftchi hozir turnir jadvalining tepasida. Neftchi haqida muhim raqam: 16-turdan keyin Neftchining ochkolari 39 taga yetdi. Paxtakor esa 35 ochkoda. Demak, ikki jamoa o'rtasidagi 4 ochko farq bor. Bu hali chempionlik hal bo'ldi degani emas. Lekin 16-turdan keyin peshqadamning holati juda yaxshi. Neftchi mavsum davomida bir nechta juda muhim o'yinlarda o'zini ko'rsatdi. Masalan, mavsumning oldingi qismida Neftchi Paxtakorga 0-1 hisobda yutqazgan edi. O'sha uchrashuvni 18756 ta muxlis stadiondan kuzatgan. Keyinchalik Neftchi o'z maydonida Nasafni 2-1 hisobda yenganda ham stadionda 17258 muxlis bo'lgan. Demak, Farg'onada futbolga qiziqish juda katta. 16-turdagi aniq tashrif soni esa hozircha men topgan ishonch manbalarida e'lon qilinmagan. Shu sababli bu yerda raqamni o'ylab topmaymiz. Paxtakor Buxoro 2-2. Endi Paxtakorga o'tamiz. Bu o'yin chempionlik poygasi uchun juda muhim edi. Paxtakor o'z maydonida Buxoroni qabul qildi. Ko'pchilik Toshkent jamoasidan g'alaba kutgan edi. Ammo o'yin 2-2 hisobida tugadi. Buxoro 1 ochkoni olib ketdi. Paxtakor esa yana 2 ta ochkoni boy berdi. Mana shu joyda Neftchi uchun vaziyat yanada qulaylashdi. Chunki Neftchi o'z o'yinida 3 ochko olyapti. Paxtakor esa durang bilan cheklanmoqda. Bir tur 2 ochko, keyingi turda yana shunday bo'lsa, farq yanada kattalashadi. Shuning uchun Paxtakor uchun har bir o'yin juda muhim. Neftchi va Paxtakor chempionlik uchun asosiy jang. Hozircha chempionlik poygasida ikkita jamoa ancha oldinda. Neftchida 39, Paxtakorda 35. Orada farq 4 ochko. Lekin yana bir qiziq holat bor. Neftchi 16 turda juda ko'p g'alaba qozongan. Paxtakor esa ayrim o'yinlarda ochko yo'qotmoqda. Shuning uchun Neftchi hozirgi temirni saqlab qolsa, Paxtakorning vazifasi juda og'irlashadi. Ammo mavsum hali uzun. Oldinda yana o'zaro muhim o'yinlar ham bor. Shuning uchun hozirdanoq chempion aniq Neftchi deyish noto'g'ri. Surxon Navbahor 0-1. Endi Navbahorga o'tamiz. Bu uchrashuvning o'ziga xos tomoni bor. Surxon Navbahor bahsi Surxonda emas, Namanganda o'tkazildi. Sababi Surxon stadionining talablari bilan bog'liq masalasi. Shuning uchun Surxon nominal mezbon bo'lsa ham, uchrashuv Namangandagi stadionda o'tkazildi. Bu holat albatta Navbahorga ma'lum darajada qulaylik yaratdi. Chunki Namangan futbol shahri. Lekin baribir maydonda o'yinni yutish kerak. Navbahor esa buni uddaladi. Hisob 0-1. Navbahorning yagona golini Husayn Najayev urdi. Norchay uchun bu yana bir yaxshi o'yin bo'ldi. Bu futbolchi oxirgi paytlarda Navbahorning hujumida juda muhim rol o'ynayapti. Bundan oldin Navbahor Xorazmni 5-1 hisobda yenggan edi. Endi esa Surxoniston 1-0. 2 o'yin, 2 g'alaba. Navbahor uchun juda yaxshi seriya. Norchayevning formasi ham muxlislarni xursand qilayotgan bo'lsa kerak. Navbahor qaytyapti. 16 turdan keyin Navbahorda 28 ochko. OKMKda ham 28 ochko, Buxoroda esa 27. Demak, 3-chi, 4-chi va 5-chi o'rinlarda juda katta kurash bor. Bitta g'alaba jamoani yuqoriga olib chiqadi. Bitta mag'lubiyat esa pastga tushirib yuborishi mumkin. Navbahorning vazifasi endi shu yaxshi natijalarni davom ettirish. Agar Norchay va boshqa hujumchilar gol urishda davom etsa, Namangan jamoasi yana kuchli uchlikka kirishi mumkin. Bunyodkor OKMK 2-3. Demak, OKMK safarda 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Bu g'alaba ularni 28 ochkoga olib chiqdi. Navbahor bilan ochkolar teng. Shu sababli yuqori qismdagi kurash yanada qiziq bo'lib qoldi. OKMK mavsum boshidan beri ayrim o'yinlarda yaxshi futbol ko'rsatmoqda. Endi asosiy masala shu barqarorlikni saqlash. Buxoro 27 ochko, Buxoro bilan Paxtakorga qarshi 2-2 o'ynab 27 ochkoga chiqdi. Bu jamoalar ham alohida ta'kidlash kerak. Chunki Buxoro katta jamoalarga qarshi ochlayapti. Paxtakor maydonida 1 ochko olib, ketishning o'zi ham jamoa uchun yaxshi natija.
Hozir Buxoro kuchli to'rtlikdan attiga 1 ochko uzoqda. Qarshida esa yana durang. Nasaf Qo'qon 1912-00 gollar bo'lmadi. Nasaf yana 2 ochkoni qo'ldan chiqardi. Mana shu duranglar Nasafga qimmatga tushyapti. Chunki jamoa ko'p o'yinlarda yutqizmaydi, lekin g'alabalar soni yetarli emas. Hozir Nasafda 25 ochko. Agar shu duranglarning ayrimlarini g'alabaga aylantirganda, Nasaf hozir yuqoridagi jamoalardan ancha yaqin bo'lardi. Lokomotiv Dinamo 2-1. Lokomotiv esa Dinamoni 2-1 hisobida yengdi. Toshkent jamoasi 3 ochkoni oldi. Natijada Lokomotiv ham 25 ochko. Demak, Lokomotiv va Nasaf bir xil ochkoda. Yuqoridagi Buxoro bilan esa atga 2 ochko farq bor. Shuning uchun Lokomotiv ham hali yuqori ko'tarishi mumkin. Sog'dan Andijon 1-0. Andijon esa bu turda ochko ola olmadi. Sog'dan o'z maydonida 1-0 hisobda g'alaba qozondi. Andijonda 21 ochko. Bu natija Andijon uchun yaxshi bo'lmadi, chunki jamoa yuqoridagi guruhda uzoqlashib boryapti. Xorazm Mashal 2-0. Xorazm esa Mashalni 2-0 hisobda mag'lub etdi. Mashal uchun vaziyat juda og'ir. 16 turdan keyin jamoa atiga 4 ochko jamg'argan. Quyi o'rinlarda ham kurash davom etadi, lekin Mashalga endi ochko juda zarur. Eng qiziq joy jadvalning yuqori qismi. Endi turli jadvalga qaraymiz. Neftchi 39, Paxtakor 35, Okimki 28, Navbahor 28, Buxoro 27, Lokomotiv 25, Nasaf 25, Andijon 21, Dinamo 21. Mana shu raqamlarni qarasangiz, vaziyat juda qiziq. Neftchi va Paxtakor chempionlik uchun kurashyapti. Okimki, Navbahor va Buxoro esa kuchli uchlik, to'rtlik uchun kurashyapti. Lokomotiv Nasaf ulardan uzoq emas. Ya'ni yuqoridagi deyarli har bir ochko muhim. Muxlislar masalasi yana bir muhim mavzu. Muxlislar Superligamizda stadionlarga tashrif bo'yicha juda katta farq bor. Masalan, mavsum boshida Neftchi Andijon uchrashuvida 14801 muxlis stadiondan kuzatgan. Neftchi Navbahor uchrashuvini esa 17978 muxlis qayd etilgan. Bu raqamlar Farg'ona va Namangan futbolga bo'lgan qiziqish qanchalik katta ekanligini ko'rsatadi. Yana bir misol, 9-turda Xorazm Neftchi uchrashuviga 11270 muxlis kelgan. Demak, Superligamizda muxlis bor. Asosiy masala stadionlarni to'ldiradigan shunday o'yinlar sonini ko'paytirish. 16-tur bo'yicha esa men aniq tashrif raqami yoki ishonchli manbalar e'lon qilinganini topmadim. Shuning uchun videoda tasdiqlanmagan sonni aytmaslik ma'qul. Xullas 16-turdan keyin vaziyat mana shunday. Neftchi yana yirik g'alaba qozondi. Qizilqum qarshi 5-0, Alisher Odilovdan dubl, Jamshid Iskandarov va Stipe Perisdan gollar. Eng muhimi 39 ochko. Paxtakor esa Buxoro bilan 2-2 o'ynadi. Endi esa ularning Neftchidan farqi 4 ochko. Navbahor Surxonni 1-0 yengdi. Uchrashuv Namanganda o'tkazildi. Yagona gol Husayn Norchayevdan. Okimki Bunyodkorni 3-2 yengdi. Buxoro 27 ochko bilan yuqorida qolmoqda. Nasaf esa yana durang. Lokomotiv ham 25 ochko jamg'ardi. Demak, chempionlik poygasi bir tomonda. Kuchli to'rtlik uchun kurash esa yana boshqa tomonda juda qizib ketgan. Endi eng katta savol, Neftchini kim to'xtatadi? Paxtakor farqini qisqartira oladimi? Buxoro yana kuchli uchlikka chiqadimi? Norchayev gollarni davom ettiradimi? Buxoro shu tempda davom etadimi? Nasaf duranglar muammosini hal qila oladimi? Buni keyingi turlarda ko'ramiz. Superligada hali hech narsa hal bo'lmagan. Ammo 16 turdan keyin bitta narsa aniq. Peshqadam Neftchi juda jiddiy tezlikda ketyapti. Sizlar bilan borgan podkast bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni, like bosishni, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Ko'rishguncha salomat bo'ling.